Bo'pti, bora qolgan ishingga xo'jayinim urishib tashlaydi kech qolsam. To'ydan keyin ham ishlatayotganingizga rahmat. Yo'q desangiz ishlolmasdim. O'zingga yoqyaptimi ish qilib ishing? Ha, mazza qilib to'g'ri pulimni seyfga qo'yyapman. Umuman pul ishlatmayapsanmi? Qanaqa qilib? Qanaqa qilibligini o'rgataymi? Ha? Buning uchun bitta o'zingizga o'xshagan er kerak. Shu maslahatingni biron bir dugonangga bersang ham zo'r bo'lardi lekin, ha? O'zing boshlading-ku. Bo'pti, ishni tegish kuzatib qo'ying. Bo'pti, bora qoling zot oliyalari. To'xtang. O'zi o'sha kuni nimaga keldingiz? Ota-onamga hajga kiyim olgani keluvdim-ku. Voy, meni ko'rgani kelibsizlar deb o'ylayman. Sen o'shanga o'sha kuni yugur-yugurlik qilib, choylar damlab, assortimentlarni ko'rsatib xizmat qilgan ekansan-da. Yo'q, o'zi bizda servis rostdan shunaqa. Qo'ysang. Rostdan. Qo'ysang. Boring, siz ishingizga kech qolyaptidingiz. Ketdim unda. Xayr. Bo'pti. Musofir haj va umra liboslari do'konida servis ham, sifat ham rostdan shunaqa. Ishonmasangiz keling. Qo'ysang. Rostdan. Bo'pti.